Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Xayrli juma. Opam video qo'ygan ekanlar. 5 ta ismim bor. Mana shu traditsiyani davom ettirib, kelinglar sizlarga men o'zim ismim haqida nechtaligini va necha marta o'zgarganini aytib beraman. Birinchisi bu Dilafruz, qalomga a'zo etilgan ism bo'ladi. Mana ismimni adamni akalari qo'ygan ekan. Amakim paytda kelinlarni umuman ovoz yo'q edi. Tak что onam faqat kichkina ukamizga ism berishga jur'at etganlar. Mana keyingi ismim bu mani xolamni qizlari, xolam bergan ism bo'ladi. Mana onam tuqqanlarida juda ham og'ir kasal bo'lib qolgan ekanlar va 3 oy mani xolam va ularni qizlari katta qilishgan va mani ertalab o'tda Chapustoy, Chapalistoy deb chaqirishardi. Hozir ham bilaman ko'ryapsizlar. Izzafa assalomu alaykum. That's very thank you. Keyingi ismim bu maktabda, institutda bo'ladi. Mani o'tda Dilab deb chaqirishardi. Ismimni yomon ko'rardim. Dilafruz degan umuman ashulalar bo'lmasdi u paytda. Dilab deb chaqirishardi. Keyingisi bu kichkinaligimizda bujonimiz bilan turardik va hamma qarindoshlar bujonimga har kuni kelishardi, har kuni va 2 yosh bo'lganmanmi, 3 yosh bo'lganmanmi, kamti berishgan qog'ozi bilan uni men kamtini yeganman, qog'ozini ham og'ziga solib yutib olgan ekanman. Shunda qarindoshlarimiz qani qog'ozi desa, "Utdim" degan ekanman, yutib oldimmi, "Utdim" degan ekanman. Xullas o'shandan beri har gal qarindoshlik kelsa, "Utdim qizingiz qani, utdim qizingiz qani" deb so'rashgan ekan. Keyingisi esa rahmatli ukam bergan laqab. Otimni aytolmasdi, yaxshi Dilafush derdi. O'shanga uni keyin qisqartirib Dosh bo'lib qolgandi. O'shandan ham zani account Didish chiqqan, keyin Doshdan Dishga o'zgargan. Xullas, how is school? Good. Was good? Actually, great. Great. Qizim olgan keldim. Keyingi ismim Naverna Dilabdan kelgan. Ishga kirganimda kabinet ministrida ishlaganman. Tamara Rashidovna degan bitta ayol bo'lardilar. Ruscha gapirardilar, lekin ismimni shunaqa aksentsiz Dilafruz deb chaqirardilar. Keyingisi DHL da ishladim. DHL da Dila deb chaqirishardi meni. Dilaxon deb chaqirishardi. Hamma o'ris asnomdan odamlar ishlardi DHL Expressda va hamma odamlar mana Dilaxon deb chaqirardi. G'alati eshitardilar. Keyin esa Angliyaga ko'chib keldim. Angliyada opam bilan bitta joyda ishlardik va Dila ismi Dilorompaga nisbatan ishlatilardi va Dila deb aytolmasdim. Dilafruz deb ayta olishmasdi va mendan ismingni osonroq tanlagin deb iltimos qilishgan. Dilafruzdan Dilla olib tashab, Afruza nimagadir Dilafruz aytolmasdi, lekin Afruzani nimagadir aytcholarkan. Hozir eslasam o'zimdan o'zim jahlim chiqib ketadi. Nimaga endi men o'zim ismimni o'zgartirishim kerak, senga osonroq aytish uchun. Keyin esa men boshqa ishga o'tdim va boshqa ishda как opam birga ishlamaganimiz uchun Dila ismi уже свободный edi. O'zimni Dila deb tanishtirgan edim va keyingi ismim Dila bo'ldi. Undan keyin yana opam bilan birga ishlashni boshladik va meni ismim Diladan Diga o'zgardi. Borgan sari qisqarib bordi va hozirgacha ishxonada meni Di deb chaqirishadi. Kimsalarda nechta ism bo'lgan ekan menga hozirgi paytgacha. Mendan hech kimga kerak emas bo'lgan informatsiya juda qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Sizlar borsizlar, bizning akkaunt bor. Podдержкаларni so'rab qolamiz. Like, comment, subscribe.